Dadur. Qana ahvolingizda yaxshimi? Men Dadur apandim, turpandim bo'laman. Turpan bo'yliq meni kichigimdan o'ynab cho'ng'an maylam boshqa. Shunashqa mishad yet qildik. Mana kishi vaqtlarimdagi otalarim, dadalarim, akalarim, og'ilarim hammasi uyga kirib yet qildi. Otam shunday xo'sh bo'ldi. Shirin bilan qo'lim qo'shlanki, "Tavoy. Kattaq ko'chko'ylarni ko'rib alomat arg'im ketdim qilma" degan bilan, "Ma akalarim mana kishi vaqtlarimizda mushu akalarimiz kelib cho'mgan, akalarni yaxshi. Hamda mana bizim cho'mibdi emas. Mana har bir o'ylarga kirsang bir xil rohat tuyg'usi xuddi bir tuqqanlarniki kirib olgandek qo'shildi ekanmiz. O qizg'inlik kayfiyat, bir-birimizniki bir xil tunish chiroy, alomat bir xil horg'in chiqar ekan. Endi binolashib ketdik ancha-muncha, lekin ammo shunday jiq adam yetlashmoq taskan. Bo'lim ko'chalari amma lekin maynaq. Mana meniki jiyan qizlarim desam bo'ladi, yaqin og'inimning qizlari ajab chiroyli yasini ketibdi-ki, tat qo'ydim. Turpan bo'yliqning manzarasi daynaq. Ko'rsingizlar maynaq. Shuncha o'zgacha xas alayliklar. Bu ikki tog'ning o'ttirisida bog'da yashaymiz. Mana o'zgacha buluq deganlar tay barang bo'lmasa sattura. Shunday o'zgacha so'z qilib qo'ydim. Ammo lekin Abduram To'ychi degan akam, ammo lekin mushaq o'rinda o'tirib qizg'inlik, xushchaqchaqlik uzilmaydigan adam, hammamizni o'rishib gapirsa, bu odamning mehmondo'stiga gap ketmaydi. Shunday qilib, qo'lim qo'shlanki davomli davoy yetlashga boshladik. Endi Dadur temisi. Ay Dadur, yaqin Dadur buna. Cho'ng Dadurlar yotibdi qara buna. Dadurning hay. O'moqligi. Ana buni Dadur yotibdi shuni qara. Ben surup şakan Dadur kemavi cuma. Dadurlarni. Yum musha bekara cho'ng ko'ribdi meni. Ha, Dadur varkanmi bu yerda? Yapayım bekan Dadurni. Mana Dadur temisida bu qiziqarli gaplar bo'ldi. Bu bo'lsa doktor Jo'apam kishi vaqtlarimizda bizni ukulni urib, yig'iltib, og'ir qasaq saqaydigan Jo'apam. Endi bo'yliq meni o'ziga xos bir xislatli joy, ajoyib isil katta odamlar chiqqan. Hamda otalarimiz, opalarimiz barliq bizdan cho'nglarniki salomatligining uzun bo'lishini umid qilaman. Mana shunday yeshilchilikni, mana shunday xulum qo'shindachilikni, yaxshi illatlarni otalarimiz, opalarimiz bizga o'rgatgan. Heyt hammamizga heyt qarindoshlar, sho'nglashqa, meli yiroqdilayli, meli yaqindilayli hammalarning amanchiligini umid qilaman. Yet ayamlardan boshdan qo'lim qo'shillar, inoq ijil o'tishini umid qilaman. Bu dunyo bizga 500 yil emas ekan. Naytkasi 70-80 yil, amdan buqas 100 yil bo'lmasa 70 yil falan bor. Boshdan qo'lim qo'shillar ara isil o'tib yashsak ajoyib bir huzur baxsh his qildik ekanmiz. Mal dunyosida Yamanda, lekin qanaq kelganmisak shuna ketdik. Lekin isil yashash ajoyib bir xislat. Mush og'illarim bilan mallad o'ynab cho'ng oldik. Mush ko'chlar bizga hamra. Har bir o'ylarning bildim pushqoqlarda kimning o'ylisida bir tip o'rik va kimning o'ylisida bir tavzun qapti, kim o'ylisiga pamidir bir tarqamaylan teriydi, hammasini bilamiz. Kishi vaqtlarimizda bilib bilmay kirib yoq qo'yganmisak, to'g'ri shuni tinglar. Maqama shuna qilib baribir o'ylay kirsam, yangicha jongsholar o'ylan shunda chiroyli bezab, alayda o'zgacha chiqib jongsho qilib shunda chiroyli qo'yibdi. Mana bizning partiya hukumatniki isil kattaligidan yaxshi ma'murchilik turmushda yashayapmiz. Hammangizlarniki har javoblari go'zal bo'lsin, hit ayamlar amdan o'ssin. Qo'lim qo'shillar ara bek inoq ijil o'tayli. Mushu ko'chlarimiz bizga mangu hamroh bo'lsin. Bizniki balliq vaqtlarimiz ajoyib payzi o'tgan. Iqtisod bilan munosabatsiz, yuqori ta'lim bilan munosabatsiz ajoyib bir katta o'tganda chiqib shu kunlarni seg'indim. Tünügünler tağni akıp minişmigen Birnan tapsak kan gülüşüp yiyişmigen Birnan tapsak kan gülüşüp yiyişmigen Can sazlıklarda kiçik çilekке Kazan jigip kavap kılıp yiyişmigen Beni can tuttu sazlıklarda kiçik çilekке
Kazan jığıp kavap kılıp yiyişmeyen Kazan şıkan şu dostani sevindim bugün